Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xullas sizlarga qumlati chentoni surilish jarayonini ko'rsatib beramiz. Qanaqa cho'tka bilan qanaqa paytga qanaqa ishlashingizni sizlarga qisqa yo'ldan tushuntiramiz. Sizlarga kerak bo'ladi oddiy cho'tka, bitta qumli cho'tka, yana bitta qumli cho'tka kerak bo'ladi. Bir xilda qilib berib chiqamiz. Buni surgandan keyin ozgina vaqt kutasizlar, ozgina serilgandan keyin buni sekin gulini otib chiqish boshlanadi keyin. Sekin asta buni orasini otib chiqasizlar. Xohlagan tomonga, o'ziga ma'qul kelgan tarafga yoyib chiqasiz. Sekin asta tarab chiqamiz. Ozgina serigandan keyin gullarini ozgina oralarini ochib va o'zimizga kerakli gulni pardozini berishni boshlaymiz. Buni pardozga tushamiz. Bitta yaxshi toza cho'tka bilan alohida shuni gulini ochish uchun, addiyanni buni ishlash uchun gullarini har tomonga sekin asta berib o'tamiz. Asta sekinlik bilan mana gullarni osib tushsanglar, xudo xolasa chiroyli bo'lib, qurigan sari yana tovlanishi chiroyli boraveradi. Gullar bir xilda bo'lib, bir-biriga qo'shilib, yoyilib, juda chiroyli va nejli bo'lgan fakturamiz kelib chiqdi.